MDF materialni teshib tashladi. Boshqa analoglariga qaraganda 2 barobar kuchliroq qilib ishlangan mebel va gipsokarton bilan ishlaydigan akalarimiz uchun shapkali va shapkasiz mix otadigan yangi apparatlarimizni sizlarga tekshirib ko'rsatib beramiz. Bu shapkali mix otadigan apparatimizni hozirlik qisqacha tushuntirib beramiz. Bu apparatimiz 50, 40, 30, 25 shapkali mixlarni otadi. Bu apparatimiz 2 amper litiy batareya bilan jihozlangan. Kechqurungi ishlash uchun ikkita LED chiroqlari bilan ham jihozlangan. Bu apparatimizni hozir sizlar bilan MDF materialda ishlatib ko'rsatib beramiz. Endi sizlar bilan shapkasiz mix otadigan apparatimizni ko'rsatib beramiz. Bu apparatimiz 10 mm dan 35 mm gacha bo'lgan shapkasiz mixlarni bemalol otadi. Hozir bu apparatni sizlar bilan MDF materialiga otib ishlatib ko'ramiz. Xullas, ko'rdinglar, bu ikkita shunqorlarimiz MDF materialni teshib tashladi. Buni mebelchi akalarimizga tavsiya qilamiz. Endi bu shunqorlarimiz qilgan ishini tozalaymiz. Bu shunqorlarning narxini bilish uchun kommentga narx so'zini yozing. Biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.